Hammaga salom do'stlar. Salom, salom. Imoni, senga savolim bor. Yozuv mashinkasida yozilgan eng birinchi roman qaysi? Buni bilaman. Tom Sawyer sarguzashtlari. To'ppa-to'g'ri. Undan oldin kitoblar siyoh va qalamlarda yozilib, bosmaxonada chop etilgan. Ko'rsatuvimizni shunday tarixiy ma'lumotlar bilan boshladik. Bundan qiziqarlilari hali oldinda. Bugungi ko'rsatuvda tomosha qiling. Kompyuter sichqonchasi nima uchun bunday nom olgan? Adis va Robidan IT olamidagi so'nggi yangiliklar. Siz kutgan sahifa Malika bu safar qanday reportaj tayyorladi? Ob-havo yangiliklarida nima gap? Barchasi haqida dasturimiz davomida bilib olasiz. Malika tayyorlagan reportajga qiziqib ketyapman. Bolalar, sizga ham qiziqmi? Ular kutishyapti. Unda navbatni Malikaga beramiz. Salom do'stlar, sayyoralar, yulduzlar, koinotga qiziqqanlarni bugun men bilan birga planetariyaga sayohat qilishiga taklif qilaman. Lekin bu hali hammasi emas. Bizni uchar teatr va ko'plab qiziqarli dasturlar kutmoqda. Zamonaviy planetariy tashrif buyuruvchilarga o'quv ko'ngilochar dasturlarni taklif etadi. Bu yerda uzoq sayyoralarga haqiqiy parvozni his qilish va o'zingizni qiziqtirgan yuzlab savollarga javob olishingiz mumkin. Planetariyda yulduzlar, sayyoralar va ularning yo'ldoshlari, kometa va meteorlar, Quyosh, Oy haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Oylab va yillab kechadigan hodisalarni planetariyda bir necha daqiqada ko'rish mumkin. Ushbu majmua haqida bolajonlarga qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Bu ko'ngilochar majmuamizda 3 ta bizni ajoyib proyektlarimiz bor. Ya'ni bulardan Yulduzlar muzeyi, parvozli teatr hamda planetariyamiz bor. Toshkent planetariyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda koinot haqida, bizni yashab turgan sayyoramiz, Yer sayyorasi va boshqa Quyosh sistemasidagi sayyoralar haqida juda ham ko'p ma'lumotlar olib, o'zlari uchun yangi bilimlarni yaratishlari mumkin. Yulduzlar muzeyi Markaziy Osiyodagi yagona, ya'ni mashhur insonlar haykallari bor muzey hisoblanadi. Bu yerga kelib, bolajonlar o'zini sevgan qahramonlari, yulduzlariga yaqinroq bo'lish uchun tomosha qilib, ularni birga suratga tushib yoki video lavhalar olishlari mumkin. Bizda parvozli teatr ham bor. Parvozli teatrda O'zbekiston bo'ylab virtual sayohat qilishlari mumkin. Platforma ularni O'zbekistonni tarixiy shaharlari ustidan uchib o'tkazadi. Endi esa sizlar bilan birgalikda uchar teatrni tomosha qilamiz. Innovatsion texnologiyalar yordamida yaratilgan uchar teatr ko'chma platformada bo'lib, suv va shamol effektlari bilan virtual parvoz qilish imkonini beradi. Platforma 6 metrgacha ko'tariladi. 12 daqiqa davom etadigan seansda unutilmas taassurotlarga ega bo'lasiz. Yulduzlar muzeyida kimni ko'rib qolganini bilasizmi? Shohruxxonni. Katta yo'lga boramiz. Planetariyda mum haykallari muzeyi ham bo'lib, unda mashhur insonlarning mum haykallari qo'yilgan. Masalan, Shohruxxon, Michael Jackson, Jek Qaroqchi, Janob Bin va yana boshqa ko'plab mashhurlar. Mum haykallar birga-bir ishlangani uchun xuddi haqiqiydek ko'rinadi. Innovatsion texnologiyalar asosida qurilgan planetariyda vaqtingiz qanday o'tganini bilmay qolasiz. Bu joyga nafaqat 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kunida, balki istalgan vaqtingizda, masalan, dam olish kunlari tashrif buyurishingiz mumkin. Yangi manzillarda yana ko'rishguncha. Sichqoncha, Qani sichqon? men kompyuterning sichqonchasi haqida gapirayotgan edim. Shunaqa demaysanmi? O'zi kompyuterning sichqonchasini oldin qanday nomlashgan? Kel birgalikda bilib olamiz. Qachon, qanday qilib?
Salom do'stlar. Sizlarga bir topishmog'im bor. Qani kim toparkin? Uni ko'rib bitti demang. Ko'p ishlarni qiladi. Bo'lmasa, kompyuter qo'l oyoqsiz qoladi. Xo'sh, kim topdi? Qani kim birinchi bo'larkan? Ha, topishmog'imning javobi kompyuter sichqonchasi. Nomi ajoyib-a? O'zi nega sichqoncha deb nom berishgan? Balki oldin boshqacha nomlangandir. Keling birgalikda bilib olamiz. Ko'p yillar oldin kompyuterlar bahaybat bo'lib, faqat klaviatura orqali boshqarilganda olimlarni bir savol o'ylantirib qo'ygan. Kompyuterni boshqarishni osonroq qilsa bo'larmikan? 1963-yili AQShlik muhandis Douglas Engelbart murakkab bo'roqlarni kiritmasdan ekranda harakatlanishga va kerakli obyektlarni tanlashga yordam beradigan qurilmani ishlab chiqishga kirishdi. U hamkasblari bilan birga tugma va kichkina g'ildirakchasi bo'lgan qurilmani o'ylab topdi. U harakatga keltirilganda ekrandagi kursor ham harakatlanardi. Bu ixtiroda bitta qiziq tasodif bor edi. Qutidan dumni eslatuvchi uzun sim chiqib turardi. Muhandisning sheriklaridan biri, "Ey, axir bu sichqonchaga o'xshaydi-ku" degach, shuni qurilmaga berilgan edi. Shunday qilib, yangi qurilmani kompyuter sichqonchasi deb atay boshladilar. Birinchi kompyuter sichqonchasi yog'ochdan yasalgan bo'lib, unchalik qulay emasdi. Uning bor yo'g'i bitta g'ildirakchasi va tugmasi bor edi. Lekin g'oyaning o'zi chakka emasdi. 1970-yili Engelbart ixtirosini patentlaydi. Ammo u paytlari kompyuterlardan faqat olimlar foydalanishardi va hech kim oddiy odamlarga ham u kerak bo'lishi mumkinligini o'ylamasdi. Hammasi 1980-yillarda sichqoncha asosiy boshqaruv vositasi bo'lgan grafik interfeysli birinchi shaxsiy kompyuter chiqarilganda o'zgardi. Uzundan uzun buyruqlarni kiritish o'rniga foydalanuvchilar tugmani bosib, fayllarni ko'chirib o'tkazishardi. Shundan so'ng sichqoncha barcha operatsion tizimlarining bir qismiga aylandi. Vaqt o'tishi bilan sichqonchalar tobora qulayroq bo'lib bordi. 1990-yili maxsus gilamchasiz ishlaydigan lazerli sichqonchalar paydo bo'ldi. Sal keyinroq esa simsizlari ishlab chiqarildi. Hozirga kelib, ba'zi kompyuter sichqonchalarida ko'plab tugmalar bo'lib, ular qo'l charchamasligi uchun sensorli, o'yinli va hatto ergonomik bo'lishi mumkin. Barcha o'zgarishlarga qaramay, sichqoncha nomi saqlanib qolgan. Axir bu kichkina yordamchining stol ustida yugurib yurishiga va ekranda kursorni deyarli haqiqiy sichqondek harakatlanishiga ko'nikib qolganmiz. Ana xolos, men bu qurilmani nomi ilgari boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin nom topishda hech ham qiynalishmagan ekan. Rostdan ham sichqonchaga o'xshab ketadi-a? To'g'rimi bolalar? Ana endi kompyuterning asosiy qurilmalaridan biri bo'lgan sichqonchaning qachon va qanday paydo bo'lganini bilib oldik. Yana ko'rishamiz. Ushbu havola orqali bizning YouTube kanalimizga o'ting. U yerda sizni juda ham ko'p qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda. Endi esa navbat yana bir qiziqarli savolning javobini bilishga. Agarda sizni ham biror bir savol qiziqtirsa, ekranda ko'rsatilgan manzilga yuboring. Assalomu alaykum. Muhim yangiliklar ko'rsatuvi. Robotlarni kim va qanday o'ylab topishadi? Salom bolajonlar, ajoyib savol bo'ldi. Hozirgi kunda robotlar juda ham keng sohalarda qo'llanilmoqda. Masalan, tibbiyotda, ta'limda, hattoki koinotda ham qo'llanilmoqda. Birinchi navbatda robotni qanday muammoga yechim topishi haqida bilib olishimiz kerak. Keyin esa nima vazifalarni bajarishi kerak bu robotimiz. Undan so'ng esa biz robotni chizmasini tayyorlaymiz. Keyin qanday vazifa bajarishiga ko'ra biz unga dastur yozamiz, tashqi ko'rinishini dizayn qilamiz va oxirida esa umumiy bitta robotni yig'ib olamiz. Robototexnikaga qiziqadigan bo'lsangiz, siz ham oddiy konstruktorlardan foydalanib shunday robotlar yasashingiz mumkin va buning ichiga dasturlar yozishingiz mumkin bo'ladi.
IT yangiliklarini kutayotganlar bormi? Aziz bilan Robi nima deyisharkan? Kelib buni o'zlaridan bilib olamiz. Unda navbat IT yangiliklarga. Salom bolalar. Oramizda rasm chizishga qiziqqanlar bormi? Latviyalik dasturchi Tur Yashar qizchasi chizgan rasmini video o'yinga aylantirishga qaror qildi. Qizaloq rangli qalamlar yordamida rasm chizishni yoqtirar ekan. Ijodga qiziqqan va hatto filmlarga rejissyorlik qilgan ota esa qizi chizgan rasmlardan ilhomlanib, butun boshli video o'yin ishlab chiqdi. Robbi, bizga o'yin haqida gapirib berasanmi? Salom do'stlar. Video o'yin rangli olam bo'ylab quvnoq sayohatga o'xshaydi. Dasturchining aytishicha, o'yin qahramonlari va qanday sarguzashtlar bo'lishini qizalog'i bilan birga o'ylab topishadi. Qizcha o'zi chizgan rasmlarni otasiga ko'rsatib, o'yinga qanday kiritishni ham aytib beradi. U chizgan qahramonlar boshqa video o'yin qahramonlariga o'xshamaydi. Quvnoq va biroz kulgili. O'yin davomiyligi 30-60 daqiqa. Unda bolalarni qiziqtiradigan shartlar bo'ladi. O'yin qachon chiqarkan? Biz ham o'ynab ko'rsak bo'ladimi? Ota-bolaning aytishicha, o'yinning yakuniy versiyasi shu yilning kuz oylarida e'lon qilinadi. Hozircha o'yin qahramonlari va shartlari boyitilyapti. Foydalanishga chiqarilgach, uni internet tarmog'idan topsa bo'ladi. Qo'yjilik, chizgan rasmlarimni tashlab yubormasam bo'lar ekan. Video o'yin chiqarmidi? Ana shunaqa gaplar. Bu IT olamidagi yangiliklar edi. Yana ko'rishguncha, xayr. Ko'cha rosa ham yondiryapti-ya. Hali yana isib ketsa kerak. 40 ga chiqarmikan? Hozir Nargizdan bilib olamiz. Salom do'stlar, ob-havo yangiliklari bilan efirda men Nargiz. Yozning jaziramasiga ham oz qoldi. Shu kunlarda havo harorati yana ham ko'tarilishi kutilmoqda. Vaqti bilan havo o'zgarib turadi, lekin yomg'irdan darak yo'q. Yugurish, yurish bilan shug'ullanish uchun ertalabki soat 7-8 lar yaxshi. Undan keyin kun qiziydi. Issiq kunlarda ham sportni kanda qilmang. Yana ko'rishguncha, xayr. Nargizning gapiga 100% qo'shilaman. Sport bilan shug'ullaning. Va sog'lom bo'ling. Muhim yangiliklarni tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.